Mana zalimizga ham stekloboy yopishtirishni boshladik. Patolog qilgandan keyin shoflarga siripyanka tortib, faqat siripyanka qo'yilgan yerda shpaklyovka qilib, polностью shpaklyovka tortmasdan mana shunaqa stekloboy yopishtirib turib, keyin eksloy finishni shpaklyovka tortib olib turib, shkurka bo'lsa, kraskaga ideal bo'ladi. Вообще treshdan ketmaydi shunda patologdan. Обязательно qilish kerak shu stekloboyni. Mana shuni boshladik. Buni yopishi oson. Stekloboyni yopishtirish o'ta oson. O'zini kleysi bo'ladi. Shpaklyovkani shpatelda tortib kley suypab yopishtiriladi.